Tarmoqni o'rganuvchilar uchun maska bu juda ham kerakli narsa. Qanday qilib bitta jadval orqali butun bir tarmoqda mavjud bo'lgan maskalar haqida ma'lumot olsa bo'ladimi deb ko'pchilik savol berishadi. Ha, albatta bo'ladi. Buning uchun daftaringizni bir varog'ini ajratsangiz kifoya. Qanday deysizmi? Keling, men sizlarga ko'rsataman. Xo'p, men logikasini aytaman, ko'rinishini beraman. Siz o'zingiz mustaqil shu jadvalni davom ettirasiz. Kelinglar azizlar, boshlaymiz. Biz qanday qilib o'nlik sanoq sistemadan ikkilikka, ikkilikdan o'nlikka o'tishni ko'rganimiz uchun bu narsa sizga qiyinlik tug'dirmaydi. Kelinglar, men boshlayman prefikslardan. Demak, bizda 32 maskamiz bor. 32 maskamiz bor. Bu 32 maskamiz nima degani? Bu 32 ta 1 degani. Siz xohlasangiz bu /32 emas, boshqacha ko'rinishda, ya'ni 32 ta 1 ni yozing. Ularni oktetlarga bo'ling. Undan so'ng buni o'nlik sanoq sistemadagi qiymatini yozib chiqing. Buning o'nlik sanoq sistemadagi qiymati 255, 255, 255, 255 ga teng bo'ladi. Ya'ni 32 ta birimiz mana bunga teng bo'ladi. Va bu maskada nechta IP adres borligini yozing. 32 maskada bir dona IP adres bor. Bir dona IP adres bor. Buni qayerdan topdim? 2 ning 32-darajasidan 32 ni ayirdim. 2 ning 0-darajasi. 2 ning 0-darajasi 1 ga teng. Demak, 32 maskamizda bitta IP adres bor. Va uning o'nlikdagi ko'rinishi mana bu. Mana endi 32. 32 dan keyingisi 31. Demak, 31 qanday bo'ladi? 255, 255, 255, 254 bo'ladi. Va bunda nechta IP adres bo'ladi? Hisoblaymiz. 2 ning 32-darajasidan 31 ni ayiramiz. Shunda 2 ning 1-darajasi. 2 ning 1-darajasi 2 ga teng. Topdik. Xo'p, keyingisi 30. 30 maskada nechta IP adres bor? 255, 255, 255, 252 bo'ladi. Va bunda 2 ning 32sidan 30 ni ayiramiz 2, 2 ning kvadrati bo'ladi 4. Kelinglar, yana bittasini ko'rsataman. 29. 255, 255, 255, 248. 248. Xo'p, 2 ning 32sidan 29 ni ayiramiz. 2 ning 3-darajasi. 2 ning 3-darajasi 8 ga teng. Xo'p, azizlar, mana shu yerda to'xtataman. Endi sizlarga algoritmini tushuntiraman. Demak, mana bu qism 32 dan bittadan kamayib borib to 1 gacha boradi. Mana bu qism e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu kabi bitta kichiklashib boradi. Mana bu qismga e'tibor bering. Bu yerdan algoritm qayerda? Biz 2 ning darajalari bilan ishlaganimiz uchun, IPv4 ikkilik sanoq sistemada bo'lganligi uchun bu qiymatlar har doim 2 ga ko'payib boradi. Va oxirida 4.2 milliardga yetganda tugaydi. Va o'shanda sizda mana shu jadvalingiz tayyor bo'ladi. Kelinglar, bu jadvalni to'ldirish uchun men sizlarga asosiy elementlarni, ya'ni misol adashib ketmasligingiz uchun, o'zingizni tekshirishingiz uchun asosiy qiymatlarni berib o'taman. Demak, qaranglar. 28 maskani oladigan bo'lsak, 255, 255, 240 bo'ladi. Bunda 16 ta IP adres bo'ladi. Keyingisi tabiiyki 32 ta IP adres bo'ladi. 224 bo'ladi. Bu 27 maskada. Yoki bo'lmasa 26 maskamizda necha chiqadi? 192 bo'ladi. E'tibor bering, mana bu 255 ni yozmadim. Va bunda 64 ta IP adres bo'ladi. 25 maskamizda 128 bo'ladi va IP adreslar soni ham 128 ta. Hammamizga mashhur bo'lgan 24 maskamiz. 24 maskamiz
shu yerda 255 255 255.0 bo'ladi. Va bunda 256 ta IP adresimiz bor. Azizlar, mana bu qismni algoritmi qayerda? E'tibor bering. Mana bu 255 dan boshlanib, mana bu yerda 0 ham bor, mana. Mana shu qismini eslab qoling. Mana shu qismi sizda hozir 4-oktetda takrorlanayotgan bo'lsa, mana bu 24 dan to 16-maskaga borgunga qadar xuddi mana shu ustun 3-oktetda takrorlanadi. Buni isbotlash uchun siz o'zingiz harakat qilib ko'ring. Demak, biz oldin aytishimiz mumkin, misol 16 maskada qanaqa bo'ladi? 255 255 00 bo'ladi. IP adreslar soni 65536. 8 maskani aytishim mumkin. 255 000 bo'ladi. IP adreslar soni 16,777,216 ta. Bu narsalarni nimaga aytdim? Agar siz mana shu qiymatlar, ya'ni 16 ga yoki 8 ga borganingizda mana shu qiymatlar sizda chiqmayaptimi? Demak, siz qayerdadir xato qilgansiz. Bu o'zingizni tekshirish uchun biz tomonimizdan aytilayotgan tavsiya. Demak, mana shu jadvalni to oxirigacha, ya'ni bir maskagacha qilib to'g'rilab olsangiz, istalgan IP dagi maskalar bo'yicha tushadigan barcha savollarga javob topgan bo'lasiz va o'zingiz uchun shpargalka yaratgan bo'lasiz. Demak, mana bu orqali siz IP adresdagi maskalar qayerdan chiqib kelyapti, ular qanday ishlanadi, ularning ichida nechtadan IP adres bor va ular o'nlik sanoq sistemada qanday, ikkilik sanoq sistemada qandayligi haqida to'liq informatsiya olasiz. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Azizlar, ana endi sizlar bilan sal jiddiyroq, ya'ni IP adresni sal jiddiyroq qirralarini ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Tasavvur qiling, siz qaysidir internet servis providerda xizmat faoliyatingizni olib boryapsiz. Sizga shunday vazifa yuklatildi. Sizda shunday oq IP adres diapazoni bor, ya'ni 24 maskadagi misol tariqasida 3330 oila sizda mavjud. Ya'ni bular oq IP adres. Bu oq IP adresni sizga har xil klientlaringiz, ya'ni har xil tashkilotlar qisman so'rashgan va ularga siz IP adres ajratib berishingiz kerak. Ya'ni diapazonni ajratib berishingiz kerak. Demak, sizda klient bor. Ular sizdan 100 ta, 40 ta, 25 ta, 13 ta, 6 ta, 2 ta, bittalab IP adres so'ragan. O'sha holatda siz nima ish bajarasiz? Ya'ni mana bu oiladagi IP adresni qanday qilib, qay tartibda mana bu klientlarga taqsimlab berasiz? Demak, biz hozir aynan shu narsani ko'rib chiqamiz. Demak, e'tibor bering. Sizdan agar 100 ta IP adres so'rashayotgan bo'lsa, siz ularga hech qachon 100 ta bera olmaysiz. Nimaga deganda, 100 bu 2 ning darajasi emas. Ya'ni ikkilik sanoq sistemada ishlaganimiz uchun, IPv4 ikkilik sanoq sistemada ishlagani uchun biz faqat 2 ning darajasigagina bo'la olamiz va 2 ning darajasi kabi IP adres berishimiz mumkin. Demak, agar bizdan 100 ta IP adres so'rashsa, nechta IP adres beramiz degan savol. Kelinglar buni yana ham aniqlashtiramiz. Demak, bizdan 100 ta IP adres so'rashsa, biz majburan ularga yana 2 ta qo'shamiz. Bu nima uchun? Network va broadcast uchun. Network bu qaysi oilaga mansubligi, broadcast esa o'sha oiladagi barcha hostlarga ma'lumot jo'natish uchun kerak bo'ladi. Demak, biz majburan 2 ta IP adresni har biri uchun beramiz. Demak, bizdan 100 ta IP adres so'rashsa, biz ularga 102 ta IP adres bermoqchi bo'lamiz. Lekin 102 2 ning darajasi emas. Unda nima qilamiz? Unda eng yaqin 2 ning darajasini olamiz. Demak, 102 dan katta 2 ning yaqin darajasi bu 128.
Demak, bizdan 100 ta IP adres so'rashsa, biz ularga majburan 128 ta IP adres beramiz. Demak, agar 40 ta so'rashsa, biz ularga 2 ta qo'shimchasi bilan 42 ta, 42 dan katta 2 ning yaqin darajasi bu 64. 64 ta IP adres beramiz. Demak, 25 ta so'rashsa, biz ularga 32 ta IP adres beramiz. Chunki 27 dan katta eng yaqin 2 ning darajasi bu 32. 13 ta so'rashsa, demak, 15 ta bo'ladi. 15 ta eng yaqin darajasi 2 ning bu 16. 16 bo'ldi. Endi e'tibor bering. 6 ta so'rashdi, biz ularga 8 ta berdik. 2 ta qo'shamiz, 8 bo'ladi. 8 ta so'rashsa, biz bemalol 8 berishimiz mumkin. Ana endi agar 2 ta so'rashsa nima qilamiz? Unga majburan yana 2 dan qo'shamiz, bitta network, bitta broadcast qo'shamiz, 4 ta bo'ladi. 4 bu 2 ning darajasi bo'lganligi uchun unga 4 ta berishimiz mumkin. Endi birga nechta beramiz deb o'ylaysizlar? Bunga ham 2 ta IP adres qo'shamiz va unga ham 4 ta IP adres beramiz. Demak, biz mana shunchadan IP adres berishimiz kerakligini topib oldik. Bu birinchi ishimiz edi. Ana endi kelinglar, sizlar bilan bularni diapazonlarga qo'yib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib har doim eng katta kimdan? Klientimizdan boshlaymiz. Demak, boshladik. Eng katta klientimiz birinchi 128 ta IP adresni olish kerak. Unga nima qilamiz? Keling. Birinchi klientimiz 3330 uzr. Mana bu bizning network adresimiz bo'ladi. Mana N harfi bilan belgilab qo'ydim. Buni hech qaysi kompyuterga berishimiz, kompyuterga yoki printerga yoki boshqa device'ga yoki routerimizga hech qaysi qurilmaga berib ishlata olmaymiz. Bu network adres bo'ladi. Demak, bizga 128 ta IP adres kerak. Biz nechigacha davom etamiz? Qaranglar. 3 dan boshlab bu first degani birinchi hop IP adres. First hop. Ya'ni kompyuterga berish mumkin bo'lgan adres bo'lgani uchun first hop adres. Endi bu davom etadi. 126 gacha davom etadi. Bu last host IP bo'ladi. Ya'ni last degani eng so'nggi IP adresimiz bo'ladi. Ana endi bizlarga yana nima kerak? Nechta IP adresimiz bo'ldi? 0 dan boshlab hisoblasak 127 ta. Bizga 128 IP adresimiz kerak. Bu 127 bo'ladi va bu broadcast adresimiz hisoblanadi. Ya'ni bittada mana shu tarmoqdagi barcha kompyuterlarga ma'lumot jo'natmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu adresga ma'lumot jo'natish orqali siz hammani bitta ma'lumot orqali, ya'ni bitta paket orqali hammani xabardor qilishingiz mumkin. Ana endi keling. Bir yo'la bularni maskasini topib o'tishimiz kerak. Demak, tarmog'imizdagi nechta host IP borligi aniq. Nechta IP borligi aniq. Endi uni biz nima qilishimiz kerak? O'shandan uni maskasini topamiz. O'zi maska tarmoqdagi IP adreslarni nechtaligi edi. Demak, uni qanday qilamiz? Bizda nima mavjud? Jami IP adreslar soni bor. Demak, bizda jami IP adreslar soni 128 ta. Buni 2 ni darajasiga ko'tarib olamiz. Bu 2 ning nechinchi darajasi bo'ladi? 7-chi darajasi. Demak, 2 ning 32-chi darajasida mana shu 7 ni ayirib olamiz. 2 ning 25-chi darajasi hosil bo'ladi. Demak, mana bu birinchi klientimizning maskasi 25 maskada bo'ladi. 25 maska degani 3 ta 255.128 ga teng. 255 128 degani. Buni qanday topdim? 25 ta birni avtomatik ketma-ket yozib chiqamiz.
va ularni aktivlarga bo'lib chiqqanimizda 255, 255, 255, 128 hosil bo'ladi. Demak, bu birinchi klientimiz uchun edi. Demak, endi ikkinchi klientimizga 64 ta IP adres berishimiz kerak. Qayerdan boshlaymiz? Boshlanish nuqtasi mana buning oxiri. Demak, 3.3.3.128 dan boshlaymiz. Bu bizga network adres bo'ladi. Endi host IP, last IP bilan yozib o'tirmayman. Mana bu 64 ta sanaymiz. Demak, 3 necha bo'ladi? 191. Bu bizning broadcast adresimiz bo'ladi. Xo'p, buni maskasi necha bo'ladi? Buni maskasini topish uchun 64 ni 2 ni darajasiga ko'taramiz. 2 ning 6-darajasi jami IP adreslar soni 2 ni 32-darajasi va mana shundan 6 ni ayiraman. 2 ning 26-si. Demak, bularning maskasi 26 maska. 255, 255, 255, 192 bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi uchinchi klientimizga IP adres ajratib beramiz. Bunda 192 dan boshlanadi. Uchinchi klientimizniki 192 dan boshlanadi. Bu network adresi bo'ladi. Ana endi unga nima qilishimiz kerak? Uchinchi klient bo'lgani uchun 32 ta IP adres ajratib berishimiz kerak. Bunda bizda hosil bo'ladi 3. E'tibor beringlar. Mana bu 32 soniga 32 sonni qo'shmoqchi bo'lsalaring, 31 ni qo'shsangiz o'shanda to'g'ri chiqadi. Nimaga deganda, bizda mana bu yerda 0 bor. Mana bu 0 ni ham biz bitta hisoblaganimiz uchun bittaga adashib ketish juda ko'p bo'ladi studentlarimiz o'rtasida. Demak, chalkashmaslik uchun bitta kamini qo'shasiz. Ya'ni mana bu 192 ga agar siz 31 da qo'shsangiz, unda sizda hosil bo'ladi broadcast adresingiz. Demak, bu bo'ladi bizda 231 da qo'shganimizda 223 paydo bo'ladi. Demak, bu bizning broadcast adresimiz. Va buni maskasi necha bo'ladi? 32 ta IP adresi bor. Bu 2 ning 5-darajasi. 2 ning 32 dan 5 ni ayirganimizda 2 ning 27-darajasi bo'ladi. Demak, maska 27 ta ekan. Ana endi 4-klientimizga xizmat ko'rsatamiz. 4-klientimizga 16 ta IP adres kerak ekan. 3.3.3.224 network adres bo'ladi. Bunga 16 tani qo'shadigan bo'lsak, 3.3.3.239 buning broadcast adresi bo'ladi. Endi navbatdagi 5-klientimizga xizmat ko'rsatamiz. Bunga 8 ta IP adres kerak ekan. Demak, 3.3.3.240 network 3.3.3.247 bu broadcast. Mana 5-klientimizga ham xizmat ko'rsatdik. Xo'p, mana bularni o'zingiz hisoblab olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Maskalarni men yozib o'taman. Mana buniki 28, buniki 29 maskada bo'ladi. Ana endi mana bu qolgan 2 ta klientimiz. 6-klientimizga xizmat ko'rsatmoqchi bo'lsak, 3.3.3.248 network adresimiz bo'ladi. Broadcastimiz necha bo'ladi? 3.3.3.251 bu broadcastimiz bo'ladi. Maskamiz 30. Ana endi oxirgi bizning 7-klientimiz. 3.3.3.252 network adresimiz bo'ladi. 3.3.3.255 bizda broadcast adres bo'ladi. Va buni ham maskasi 30. Nimaga ikkalasini maskasi bir xil chiqib qoldi? 30 degan savol bo'lishi mumkin. Chunki ularda hostlar, ya'ni IP adreslar soni bir xil. Ya'ni 30 maskamizda ikkalasida ham 4 tadan IP adres bo'ladi.
Mana azizlar, sizlarda real hayotda tushishi mumkin bo'lgan savollardan biriga javob topdik. Bunday savollar xalqaro ekzaminda albatta bo'ladi. Shuning uchun bunday savollarga e'tiboringizni qaratishingizni ko'proq tavsiya etamiz. Demak, mana ko'rdik. Yana bir marta takrorlab oling. Bitta narsa esingizdan chiqmasin. Har doim sizdan so'ralsa, ikkita qo'shasiz va ikkining eng yaqin darajasini olib, undan keyin ularga bo'lib berasiz. Mana shu qoidani eslab qolsangiz, ishingiz har doim 5 bo'ladi. Azizlarim, ana endi sizlar bilan yuqoridagi misol kabi yana bitta misol ko'ramiz. Va bunda salgina chuqurlashib o'tamiz. E'tiboringizni yig'ib, bir joyga qo'yib, tomosha qiling. Demak, boshladik. Vazifa o'sha. Demak, bizda 5, 5, 0, 0 oila 22 maskada turibdi. Bizga klientlar berilgan va klientlarga biz o'zimiz xizmatimizni ko'rsatib, ularga IP adreslarini bo'lib berishimiz kerak. Birinchi ishni nimadan boshlaymiz? Albatta, nechta IP adres berishimizdan boshlaymiz. Demak, bizdan 500 ta IP adres so'rashibdi. 500 ta IP adres so'rashsa, biz unga 2 ta majburan qo'shamiz. Demak, 502 ta bo'ladi. 502 ta IP adresimiz 502 ta bo'ladi. 502 dan katta 2 ning yaqin darajasi bu 512 ta. 512 ta. Xo'p, 250 ta so'rashibdi. 2 ta qo'shamiz va 2 ning yaqin darajasi nechi? 256 ta. Xo'p, 128 ta so'rashsa, unga 2 ta qo'shamiz. 2 ta qo'shamiz va hosil bo'ladi 130. 130 dan keyingi eng yaqin 2 ning darajasi 256 ta. Xo'p, keyin 60 ta so'rashibdi. Plus 2 ta 62 ta bo'ladi. 62 ga eng yaqin 2 ning darajasi 64 va 48 ta so'rashibdi. 2 ta qo'shamiz va unga ham 64 ta beramiz. Demak, taxminan qancha berishimizni kelishib oldik. Ana endi nima ishlarni bajaramiz? Endi bu ishni bajarishdan oldin shoshmasligimiz kerak. Chunki e'tiborli bo'lishni tavsiya beraman. Hozir misollarni ishlaymiz. Undan keyin sizlarga qayerga e'tibor qaratish kerakligini aytib o'taman. Demak, boshladik. Bizda 512 ta IP adres berishimiz kerak. Bu 512 ta mana bu bizni 4-aktetimizga sig'adimi? Yo'q. Bitta aktetimizga nari borsa nechta sig'ishi mumkin? 256 ta sig'ishi mumkin. Demak, 256 ni 256 ga bo'lib olamiz. Bu degani ikkita oila bo'lar ekan. Xo'p, 256 ta so'rasa, bu bitta oila bo'ladi. Buni bemalol berishimiz mumkin. Demak, boshladik. Birinchi klientimizga xizmat ko'rsatamiz. Demak, 5, 5, 0, 0 bizning network adresimiz bo'ladi. Buni topdik. Xo'p, broadcastimiz necha bo'ladi endi? E'tibor beringlar. Bizda ikkita oilani o'z ichiga oladi. Demak, biz mana bu aktetga sig'magani uchun mana bu aktetga o'tdik. Biz mana bu aktet bilan ishlaymiz. Bu aktetimiz ikkita oilani o'z ichiga olishi kerak. Demak, 0 lik oila va 1 lik oilani o'z ichiga to'liq oladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Bizning broadcastimiz 551-255 bo'ladi bizning broadcast adresimiz. Demak, buning maskasini topamiz. Maskasini topishimiz uchun birinchi klientimizning maskasi necha bo'ladi? Uni topishimiz uchun 512 ni 2 ning darajasiga ko'taramiz. 2 ning 9-darajasi va 2 ning 32-darajasidan 9 ni ayiramiz. 2 ning 23-darajasi. Demak, mana shu klientlarimiz uchun, birinchi klientimiz uchun biz beradigan maska 23 maskada bo'ladi. 23 maskamiz esa 255, 255, 254.0 bo'ladi.
Xo'p, birinchi klientga xizmat ko'rsatib bo'ldik. Ana endi ikkinchisi. Ikkinchi klientimiz 256 ta so'rashibdi. Demak, 5 5 2 0 network bo'ladi. 5 5 2 255 broadcast bo'ladi. Mana bitta oilani to'liqligicha berdik, 256 ta bo'ldi. Va buni maskasini biz avtomatik bilamiz, o'zimiz yodlab olganmiz, 24 maska. Xo'p, uchinchi klientga xizmat ko'rsatamiz. Uchinchi klientimiz ham bitta oila so'rabdi. 5 5 3 0 dan boshlanadi. Bu network adres 5 5 3 255 bizni broadcast adresimiz bo'ladi va uni ham maskasi 24. Xo'p, azizlar, ana endi 4-chi klientga biz xizmat ko'rsatamizmi yoki yo'qmi? Men yo'q degan javobni beraman. Nimaga? Chunki bizga e'tibor beringlar, 22 maska berilgan. 22 maskada o'zi nechta IP adres bor? Buni diapazoni qancha asli? Shuni biz birinchi o'rinda bilib olishimiz kerak edi. Videoni boshida bekorga e'tiborli bo'ling deb aytmagan edim. Kelinglar mana shu oilani diapazonini ko'rib olamiz. Ya'ni 5500 o'zi qayerdan qayergacha mumkin? Qaysi oilalarni biz klientlarga berishimiz mumkin va qaysilarini berib bo'lmaydi? Shuni bilib olamiz. Xo'p, mana shu yerda to'xtatdim. Endi tekshirib olamiz. Men haqiqatan ham to'g'ri joyda to'xtatdim. Demak, 22 maskada nechta oila borligini topib olishim kerak. Demak, shunday qilamiz. Jami 2032 IP lar sonidan ayiraman 22 ni. Teng bo'ladi 10. Demak, 2 ning 10 darajasi bu 1024 ga teng. Demak, men 1024 ta IP adresini berishim mumkin. Endi 1024 ta IP adres nechta oila bo'ladi? 1024 ni bo'lamiz 256 ga. Demak, 4. Menda imkoniyat bor 4 ta oilani klientlarga berish. Demak, 0 lik oilani, 1 lik oilani ikkalasini men birinchi klientga berdim. 2 lik oilani ikkinchi klientga berdim. 3 lik oilani uchinchi klientga berdim. Demak, men 4 ta oilani ishlatib bo'ldim va to'xtadim. Chunki menga berilgan oilalarning diapazoni mana shu edi. Biz hozir mana bu ikkala klientga xizmat ko'rsatmaymiz. Nimaga deganda, chunki bizda IP adreslar soni yetarli emas. Unda nima qilamiz degan savol bo'lishi mumkin. Qachonki boshqa bizga diapazon berilsa, o'sha diapazondan mana shu klientlarimizga xizmat ko'rsatib, IP adreslarni taqsimlab berishimiz mumkin. Lekin aynan mana shu 5500 22 maskadagi oilamizga mana bu ikkita kichik klientimizga xizmat ko'rsata olmaymiz. Chunki IP adreslar soni bizlarda yetarli emas. Mana azizlar, sizlar bilan bir ko'rinishdagi ikki misolimizni ham ko'rib chiqdik. Kelinglar do'stlar, sizlar bilan yangi tipdagi IP ga doir misollarni ko'rib o'tamiz. Tasavvur qiling, sizda 25 maskadagi qandaydir oila bor va siz uni teng 2 ga bo'lishingiz kerak. Shunda sizda birinchi oilaning networki necha bo'ladi-yu, ikkinchi oilaning networki necha yoki broadcast necha degan savollar bor va ularning maskalari necha bo'ladi degan savollar tug'ilishi tabiiy. Kelinglar shu savollarga birgalikda javob topamiz. Demak, misol tariqasida 192 168 10 oilamiz bo'lsin 25 maskada. Demak, biz buni nima qilishimiz kerak? 2 ga bo'lishimiz kerak. Bunda asosiy logika qayerda? Asosiy logikamiz aynan maskaga bog'liq. 25 maska. 25 maskaga doir biz informatsiya olamiz. Demak, 25 maskada nechta IP adres bor? Shuni hisoblab olamiz. Demak, uni topishimiz uchun jami 2 ning 32 darajasidan ayiramiz 25 ni. Shunda 2 ning 7 darajasi chiqadi. 2 ning 7 darajasi bu nimani ifodalaydi? 2 ning 7 darajasi bu 128 ni ifodalaydi.
Demak, mana shu oilamizda 128 ta IP adresimiz mavjud. 128 ta. Endi biz uni teng 2 ga bo'lishimiz kerak. Teng 2 ga bo'lmoqchi bo'lsak, har biri 64 tadan to'g'ri kelar ekan. Demak, bizni vazifamiz tayin. Ikkita guruhga 64 tadan qilib ajratamiz. Shunda birinchi guruhimiz 192, 168, 1 dan boshlanadi va bu network adresi hisoblansa, 192, 168, 64 ta hisoblashimiz kerak. 63 ta yakunlanadi. Bu bizni birinchi oilamizning broadcasti bo'ladi. Demak, endi ikkinchi oilamiz ham tabiiyki 192, 168, 164 dan boshlanadi. Bu network adresi hisoblansa, 192, 168, 127 da o'z poyoniga yetadi. Mana ikkita oilaga ajratib oldik. Ana endi ularning maskalar qanday bo'ladi? Buni hisoblaymiz. Demak, bizda bitta oilamizda nechta bor? 64 ta jami IP'miz bor. Shu 64 ta IP orqali biz maskani topamiz. 64 2 ning nechinchi darajasi? 6-chisi. Demak, 2 ning 32-darajasidan 6 ni ayiramiz. 2 ning 26-darajasi. Demak, har bitta oilamizda 2 ning 26-darajasicha IP adresimiz bor ekan. Bu degani har bitta oilada 64 tadan IP adres bor. Bu 26 maskamizni yozadigan bo'lsak, 255, 255, 255, 192 ga teng bo'ladi. Mana azizlar, bitta misol ham ko'rib oldik.